Cheksiz sahro uzra qadam tashlamoqdaman. Qumlarning qizdirgan nafasi oyoqqarimni kuydirar. Osmon esa ilonday to'lqinlanib turibdi. Hech bir chegara yo'q, hech bir manzil yo'q, faqat sahro. Bir payt ulkan haykal ko'z o'ngimda qomat tortdi. Uning sukunatdagi qiyofasi meni titratdi. Sfinks. Uning niqobdek qattiq yuzida, ko'zlarida go'yo mening har bir fikrimni o'qib turgan chuqur ma'no yashrangan edi. Shu zahoti angladim, men Misrdaman. Olisdan ulkan ehrom havoda siyraklagan sarobdek ko'rinardi. Har bir qadam tashlangan sari uning shakli aniqlashardi. Uning yuzasi qumlardan baland ko'tarilgan tog'dek asrlar yukini ko'tarib turgan ko'rinardi. Bir lahzada uning orqa tarafidan g'alati kirish eshigi paydo bo'ldi. Bu eshik qorong'u siluetdek meni chorlab turgandek. Qalbimni qo'rquv bilan qiziqish aralashdi. Eshikdan ichkari qadam qo'ydim. Tor va uzun yo'lak. Yonib turgan hech bir mash'ala yo'q. Faqat o'zim bilan olib kirgan zaif nur. Dimog'imga sovuq shamol urib kirdi. Uning ichida turfa xil hidlar mujassam edi. Eng yorqin sezilgani esa anqib turgan mum hidi. Bu hid o'tmishdagi yuzlab tanalar, hali ham sirni saqlab qolgan mumiyolar ohangidek edi. Shamol devorlarni o'tib, qulog'imga noaniq bir shivirlash olib kelayotgandi. 2 daqiqaga yaqin shunday yurganimdan keyin butun tanam og'irlashdi. Qo'l-oyoqlarim olovdek charchoq tushdi. Nimadir meni bu yo'lakda to'xtatmoqchi edi. Ammo qiziqishim g'olib keldi. Nihoyat oldimdan kengroq joy ochildi va unda 3 ta eshik ko'rindi. Ular qotib qolgan asrlar singari eski. Har biri turli rangda edi. Birinchisi qorong'u, g'alati qora tusda. Ikkinchisi esa qizg'ish va undan zaif nur sochilardi. Uchinchisi esa xira ko'k rangda, go'yo osmonning bu yog'ini o'z ichiga olgandek. Qiziqqanimdan birinchi eshikni ochdim. Zim-ziyo zulmatxona. Bu yerda hech narsani ko'rish mumkin emas. Devorlarni paypaslab ortga qaytdim. Ikkinchi eshikdan kirdim. Uzun yo'lak, mash'alalar yonar. Devorlarda qora soyalar ko'rinardi. Yo'l meni katta xonaga olib chiqdi. Xona markazida ulkan tobut yotardi. Mash'ala nurini unga to'g'ri tutdim. Shu zahoti yuragim sekin urib qoldi. Tobutning ichida boshi lochinniki, tana qismi esa insonniki bo'lgan mavjudot yotardi. Uning ko'zlari ochiq, va ular to'g'ridan-to'g'ri menga tikilgan. Xuddi jonlidek. Qo'rqib ortga tisarildim. Tobut qopqog'i g'irt etgan shovqin tovush bilan yopildi. Shoshib yo'lakdan chiqdim va 3-chi eshikni ochdim. Bu safar butunlay boshqa manzara. Ulkan sohil. Bu yerda qadimgi Misr xalqi bozori gullab yashnardi. Savdogarlar tovush solar, bolalar yugurar, sahnani jonli hayot to'ldirgan edi. Birdan qulog'imga lochinning o'tkir ovozi kirdi. Osmondan pastga tushayotgandek sado berdi. Shu ovozdan qo'rqib titrab uyg'ondim. Ko'zimni ochsam, budilnigim jenglab turgan ekan. Tushdan uyg'onganimda ko'zlarim og'ir, tanam horg'in edi. Hali ham tunda ko'rgan manzaralar miyamda aylanib turar, go'yo voqelik bilan chorasidagi chegara yo'qolgandek edi. Nonushta dasturxoni yonida otam o'tirgan. Kutilgandek mehr bilan meni chaqirdi. "Kel o'g'lim, o'tir. Tinchlikmi, horg'in ko'rinyapsan?" "Ha," dedi, "bu kecha yaxshi uxlay olmadim", dedim. Otam yuziga qayg'uli tabassum chiqardi. "Shu ilmiy dissertatsiyang deb uyqingda ham halovat yo'q. Bunday uyqingda halovat bo'lmasa, qanday qilib yo'qlaysan shu quruq dissertatsiyani? Bu ketishda kasal orttirib borasan, ey bola." "Xo'p", dedi, "ozgina qoldi. Magistraturani yo'qlab olay, u yog'i yaxshi bo'ladi", dedim. Otam bosh chayqadi, ammo ko'zlarida hali ham xavotir saqlanib qoldi. Bu gapga onam ham aralashdi. "Har kuni kunduzi ish, kechasi kitob, kompyuter. Bir kun qolmaydi. O'zingni yiqitib qo'yasan, bola." Ota-onaning har bir so'zi qalbimda og'ir toshdek yotdi, lekin ichimdagi g'ayrat menga tinchlik bermasdi. Shuning uchun ularga qarshilik qilmay, so'zlarini to'g'ri qabul qildim. To'g'rida, ular ota-ona. Mendan xavotir olib shu gaplarni gapirishmoqda, dedim o'zimga o'zim. Shundan keyin yo'lga chiqdim. Mashinamda ketar ekanman, kechagi ko'rgan tushim xayolimdan chiqmasdi. Ehrom, 3 eshik, lochin boshli mavjudot, hammasi go'yo sirli da'vat edi.
Hushimni yig'ish uchun ilmiy rahbarim Sanjar akaga qo'ng'iroq qildim. Assalomu alaykum Sanjar aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Ha, Jahongir, rahmat. O'zing yaxshimisan? Bergan yo'nalishim bo'yicha ishlar qanday ketyapti? Rahmat, hammasi yaxshi dedim ikkilanib. Sanjar aka, sizda yaxshi Misrshunos arxeolog tanishlaringiz yo'qmi? Bor shunday bir inson. Ismi Shohruh, yaxshi arxeolog dedi u. Mumkin bo'lsa telefon raqami va manzilini bera olasizmi menga? Ha, albatta, telefonimdan yozib yuboraman. Mayli, katta rahmat. Kechqurun proyektlarni tayyorlab yuboraman, bir ko'rib berarsiz o'zingiz. Ha, albatta, yubor. Shu bilan ishxonaga yetib keldim. Kechqurun ish kunim tugagach, Sanjar aka aytgan raqamga qo'ng'iroq qildim. Telefon trubkasi orqasida qattiq, sal og'irroq tovush eshitildi. Alo. Assalomu alaykum Shohruh aka. Men Jahongir bo'laman. Ilmiy rahbarim Sanjar aka siz haqingizda aytdi. Ha, Sanjar akani yaxshi taniyman. U sen haqingda oldin ham gapirgan. Qiziq, sening oyog'ing Misr torta boshlagan, to'g'rimi? Men hayron bo'lib qoldim. Qanday qilib bilasiz bu narsani? Yo, ustozim aytdilarmi? Shohruh birpas jim turdi. Keyin sekin kuldi. Har kim Misrni tadqiq qilmaydi, faqat chaqiriqni eshitgan odam shunday qiladi. Sen ham chaqiriqni eshitganlardansan. Qulog'imga uning so'zlari og'ir, ham sirli yangradi. Agar xohlasang ertaga uchrashamiz, hammasi haqida gaplashamiz. Yaxshi, men roziman dedim. Ertasi kuni kechqurun bir choyxonada uchrashdik. Shohruh o'rta yoshlarda, ko'zlari chuqur va zehnli kishi edi. Qo'lida qadimiy naqshlar tushirilgan daftarni ko'tarib keldi. Sening ko'rgan tushing oddiy tush emas, dedi u dastlabki gapida yo'q. Ehromlar, uch eshik, lochin, bu hammasi uzoq vaqtdan beri kuzatib kelinayotgan belgilar. Mening yuragim tez-tez ura boshladi. Demak, bunday tush oldin ham ko'rganlar bor, to'g'rimi? Ha, dedi u qat'iy ohangda. Faqat shunday odamlar Misrning haqiqiy sirlariga yetadi. Shunda u daftarni ochdi. Unda 3 eshik chizilgan eski rasm bor edi. Qatorda qadimiy hierogliflar. 3 eshik, 3 dunyo. Birinchisi yo'qotish, ikkinchisi qo'rquv, uchinchisi esa yo'l. Faqatgina 3-eshikdan o'tgan insongina haqiqatni ko'ra oladi. Men o'z tushimni esladim. Hamma narsa bir-biriga uyg'un kelayotgandek edi. Shohruh menga qarab shunday dedi. Biz bir safar uyushtirishimiz kerak. Misrga, Giza, Luksurga. Sening tushingdagi eshiklarni real hayotda ham bordir. Ular eshik emas, balki yo'l. Shu yo'lni birga topamiz. Men shoshmasdan, ammo qalbimda qo'rquv va qiziqish aralash holda bosh chayqadim. Ha, men tayyorman. Shohruh ko'zlariga o't yugurgandek qaradi. Bu holda Jahongir, sening hayoting o'zgaradi. Bir bor qadam qo'ysang, orqaga yo'l yo'q. Ogohlantirib qo'yay. Shunday qilib, quyosh botar paytda Qohiraning shamolli havosi meni hayratga solardi. 1000 yillik tarixni saqlab qolayotgandek toshli ko'chalar, odamlar shovqini va haybatli sfinks qiyofasi. U bilan yuzma-yuz turishimda yuragim yana tushdagi qo'rquv bilan dupurlay boshladi. Shohruh qo'lida kichik daftarni ochdi. Jahongir, senga qiziq bir fakt. Sfinksning og'zi atrofidagi ilgari hierogliflar butiklari borligi haqida ma'lumotlar bor. Lekin ular nima uchun yo'q qilinganini hali ham sir. Shu payt kech tushdi. Osiyo boyqushlari qichqirib, shaharning shovqinini sekinlashtirdi. Bir payt Sfinksning tagida o'z xayollarim og'ushida o'tirar ekanman, yuqorida allaqanday shovqin eshitildi. Atrofning sukunati bu shovqin xayolimni millisekundlarda tarqatib yubordi. Atrofimga qaradim, hamma yer osuda, tinch. Haykalga, ya'ni Sfinksga qaradim, ko'zlari yashil nur yonib turgandek bo'ldi. Biz Shohruh bilan hayratdan qotib qoldik. Uning og'zidan shamol chiqdi. O'sha shamol ichidan qadimiy tildagi ibora eshitildi. Aslini topgangina qulfni ochar. Mening yuragim orqaga tortildi, ammo bir zumda tushimda ko'rgan lochin boshli mavjudot ko'z oldimda gavdalangandek bo'ldi. Shohruh, sen ham eshitdingmi? Dedim titroq ovoz bilan. Ha, bu og'zaki kod. Undan faqat bitiklar orqali ma'no topish mumkin. Biz uzoq kechani o'sha yerda o'tkazdik. Yorug'lik so'nganda
Sfinks yana oddiy tosh haykaldek tuyuldi, lekin qalbimizda og'ir savol qoldi. Kod qayerda yashirilgan? Ertasi kuni Lukserga yo'l oldik. Qadimgi Karnak ibodatxonasi uzun ustunlari, cheksiz maydonga o'xshash zallari bilan meni juda hayratga soldi. Bu yerda go'yo zaman to'xtab qolgandek edi. Tun yarmida ibodatxonaga kirdik. Yo'laklarimizda shamol aylanar, ustunlar orasida noaniq soyalar siljirdi. Birdan devorlarda shivir-shivir eshitildi. Turli tillarda, turli ovozlarda. Sen eshityapsanmi dedim qo'rqqanimdan qulog'imni ushlab. Ha, dedi Shohrux qattiq ovoz bilan. Ular ruhlar. Keng zal markazida oltindek bezatilgan tobut turardi. Bir zumda undan 2 nafar mumiyon qo'riqchilarning soyalari chiqdi. Qo'llarida mash'ala, ko'zlari qizil yonib turardi. Ular qadam tashlagan sari yer titrardi. Men qo'limda kechadan qolgan qo'lyozma bor edi. O'sha payt qalbimga qandaydir tuyg'u keldi. Matnni o'qishim kerak edi. Mash'ala yonida qo'lyozmani ochib, iyerogliflarni talaffuz qila boshladim. Qo'lyozmani ochib, iyerogliflarni talaffuz qilishga urindim. Ra shu'lasidan tinchlik topsin, qo'riqchi ruhlar. Bir zumda zaldagi shamol kuchaydi, ruhlar qichqirib yo'q bo'ldi. Atrof yana tinch tuyuldi. Shohrux yelkamga qo'lini qo'ydi. Sening qo'lingdagi matn tasodif emas, Jahongir. Bu yo'lda bizni bundan-da kattaroq sinovlar kutib turibdi. Aleksandriyaga borganda ko'nglimda orzu uyg'ondi. Qadimgi dunyo kutubxonasi joylashgan shahar. Hozirgi xarobalar ham tarixiy ruhni saqlab turgandi. Tunda kutubxona xarobasiga kirdik. Shamol kitob sahifalariga o'xshash qimirlar chiqarardi. Bir vaqt havoda chiroyli, ammo dahshatli manzara yuzaga keldi. Ko'rinmas qo'llar qo'lyozmalarni ochar, sahifalar uchib, iyerogliflar havoda yozuvlar yasardi. Yozuvda umrbod bilishning la'nati deb yozilgandi. Shohrux matnga qarab qoldi va ko'zlari qoraydi. Yuzi oqardi. Uning lablari xuddi o'ziga xos tilda harakatlar qila boshladi. Shohrux deb baqirdim. O'zingni yo'qotma. Men tushimda ko'rgan ishorani esladim. Nabulsi tarjimasi haqidagi ma'lumot. Qo'lyozmalar ichidagi eski sahifani topib, undagi matnni ovoz chiqarib o'qidim. Bir zumda havoda yozuvlar o'zgardi, nurli harflarga aylandi. Shohrux ko'zlari yana oddiy holga qaytdi. U og'ir nafas oldi. Agar sen kechikkaningda edi, men hozir yo'q bo'lishim mumkin edi, dedi. Hech qisi yo'q, arzimaydi, deb kulib qo'ydim. Giza platosida kecha to'liq qorayganida odamlar qatnovi to'xtadi. Biz Shohrux bilan ulkan piramidaning qulflangan eshigidan kirdik. Havo sovuq, devorlardan chirmashib chiqqan ko'p asrlik namlik hidi urilardi. Har qadamimizda yorug'lik tushirgan fonarlarimiz devorlarning iyerogliflarini yoritar, ularning orasida ko'zim tushgan bitiklar yuragimning larzaga solardi. Firavnning qo'li to'kilmay turib, yo'l ochilmaydi. Bir necha metr yurganimizdan so'ng piramidaning ichidagi g'alati hodisa sodir bo'ldi. Yo'laklar o'z shaklini o'zgartirib, devorlar harakatlana boshladi. Go'yo butun tuzilish tirik organizmga aylangandi. Shohrux ohista pichirladi. Bu yerda vaqt va makon bir xil ishlamaydi. Biz adashishimiz mumkin edi. Darhaqiqat, qadamlarimizdan keyin qo'yilgan izlarimiz yo'qolar, qaytganda yo'limiz boshqa tomonga olib chiqardi. Bir vaqtda devorlardan qonli izlar paydo bo'ldi. Ularga qo'limni tekkizdim. Hali ham issiq edi. Yonimizda lochin boshli mavjudot paydo bo'ldi. Uning ovozi g'ichirlab, xuddi qumning chinqirishi kabi eshitilardi. Sizlar ilm bilan kirdinglar, ammo faqat ishonch sizlarni qutqaradi. Qonsiz qurbonlik bo'lmaydi. Shu lahzada yo'l bo'ylab odam skeletlari ko'rina boshladi. Qo'llariga zanjir taqilgan, ularning ko'zlaridan nur sochilardi. Ular qadam tashlagan sari devorlar yana toraya boshladi. Men qo'limdagi qo'lyozmani ochib, undagi qadimiy formulani o'qidim. Biroq shunda ham devorlar to'xtamadi. Shohrux yelkasiga pichoq bilan iz chiqarib, qonunni esa iyerogliflar ustiga surdi. Bir zumda devorlar to'xtadi va markazdagi yashirin eshik ochildi. Ilm ham qurbonlik ham bir-biriga kerak narsalar ekan, dedi u og'ir nafas olib. Eshik ortidan ulkan xona ochildi.
Xona devorlari to'liq iyerogliflar bilan yozilgan. Ular orasida Ra ko'zi simvoli porlab turardi. Xona markazida ulkan tosh sandiq turdi. Sandiqni ochganimizda ichida nurli tosh, yashil rangli kristal yotardi. Uning nuridan butun xona to'lib yorilib chiqdi. Bu xo'r qushining ko'zi. Arxeologlar orasida afsonalarda aytilgan artefakt edi. Bir zumda butun xonani qora soyalar bosib oldi. Bu soyalar o'nlab mumiyo qo'riqchilaridan chiqdi. Ular birgalikda qichqirib quloqlarimizni yorib yubordi. Lochin boshli mavjudot yana ko'rinib, baland ovozda gapirdi. Haqiqatni ko'rish uchun sen hayotingdan ketishing kerak. Ilm qurbonliklarsiz yashamaydi. Shu payt men tushimni esladim. Hozorda eshitgan qichqiriq, qorong'u xonada ko'rgan ko'zlar barchasi shu lahzaga ishora ekan. Men kristalni ko'tarib uning nurini devordagi Ra ko'zi belgisiga qaratdim. Yorug'lik butun xonadagi ruhlarni parchalab, ularning soyalarini yo'q qildi. Lekin shu yorug'lik meni ham yo'qotishga yaqinlashdi. Ko'zlarim qoraydi, yuragim tinib qolay dedi. Shohruh meni yelkamdan qo'llab, "Yo'q, sen yashashing kerak. Sening vazifang haqiqatni insoniyatga yetkazish", deb baqirdi. Nur so'nganidagina xona tinchlandi. Lekin kristal yo'qolgandi. Go'yo u bizni sinovdan o'tkazib, yana o'z joyiga qaytgandek edi. Biz piramidalarning tashqarisiga chiqqanda osmonda qon rangli oy yorug'i yerni yoritardi. Shu lahzada angladim. Bu sirlar hali beri o'zini oshkor qilmaydi.